Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Hanzo PUBG. Do'stlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Bulldrop saytida open case qilishga harakat ko'ramiz do'stlar. Bizda hozircha promokoddan yaqin 80 balansimiz bor. Bugun kechib ketgan balans tashaladi bu akkauntimizga. Hop, standoffdan men TikTok degan bir case ochib ko'rmoqchi edim birinchi o'rinda. Do'stlar, keyin video tagiga 60 UC yashiraman. To'g'rirog'i bitta IDga 60 UC beraman, shuning uchun kommentariyada IDlaringni yozib ketinglar do'stlar. 60 UC tashlab beraman. Demak, mana TikTokni topdik. Bu casedan ochamiz. Keyin kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Xudo xolasa 3 kun 4 kun ichida 200 ta bo'lib olsak, keyin bundan bag'i ham ketaveradi oshnalar. Gambit qancha bu? Vo 79, yaxshi. Mana Dragonning oldidagi kematda Glass. Statrik emas ekan. Do'stlar, hozir bizda 90 balans bo'ldi. 90 balansimizni yana nima qilamiz? Yana bitta TikTok ochamizmi akalar? Mayli, TikTok ochib ko'ramiz. Yaxshi beryapganga o'xshayapti. Qani ketdi. Yaxshi narsalar ko'p ekan bu case'da. Men endi birinchi marta bu case'ga kirib ko'ryapman. Voy, to'xtamaysanmi? Rival. Ha, 22 bo'ldim. Mana unga to'xtaganda akalar zo'r bo'ladi. Hozir bizda 44 balans bor. Bu 44 balansimizga PUBG Mobile'dan bitta case bor, shuni ko'rib qo'yganman. Ochamiz hozir. Yaqinda akalar Bulldropga partnyorga bir tashab ko'raman, agar qabul qilsa. Chun bilan qarabsizlarki, omadli bo'lib ketamiz. Yaxshi, mana hozircha internetimiz bir yaxshi qotyapti. Xafa qilmasdan. Qani ketdi. Ochib ko'raman. Bu case yaxshida akalar. 9 ga ochasizlar, menda qimmat narsalar. Uni qaranglar. Mana tushmaydimi? Yondagisi tushmaydimi 37 ga? Minus bersa minus beradi, lekin plus bersa akalar uchirib yuboradi bu. Shunga bu case yaxshi ko'raman men. Ko'p odam bu case qanchalik yoqtirmaydi. Bu arzonni 2 ekan. Hozir bizda o'pishi qancha balans bor? 32 bo'ldi. 32 balansimiz bor. Davay, yana bitta ochamiz, keyin chiqamiz. Boshqa narsa ko'rib qo'yganman. Ochamiz uni ham. Plus ber endi bir. Oy, o't. Hay. O'tmaysanmi 57 ga? Hop, 27 balansimiz bor. Endi biz sizlar bilan hozir birgalikda nima qilamiz? Qayerga ketdi bu? Mana shunga qo'l ketdi akalar. Ko'ramiz buni ham ochib. Plus bersa plus beradi. Kimda kim agar akkauntiga Bulldrop tashab open case qilmoqchi bo'lsa, share bu promokodidan foydalansanglar akalar, yaxshi plus beradi. Bu yana shu case'ga qaytib qoldi. Mayli, ketishimizni xohlamayapti. Yana bitta ochib ko'ramiz. Share promokodini tersanglar 20% bonus beradi akalar. 11 yaxshi, minus emas. Hatto 2 plusdamiz. Ketdi yana bitta. 20 balansimiz qoladi. Mana shuni ochsak. Voy, yaxshimi? Yo, yaxshi 24 hatto. Oldidagi taktikal bo'lganda 57 bo'ladi. 45 balansimiz bor. Bunga 5 talikdan ochamiz. Qani ketdik. Hech nimadan qo'rqish yo'q akalar. Hammasi yaxshi. Promokoddan kelgan promokodga ketadi baribir akalar. 15 bo'ldi mana. Uxladik. Davay, bittalikdan yana bitta ochib ko'raylik. Shunga ko'ngil ketdi qandaydir. Keyincha minus o'ynab ko'ramiz bir bo'lsa. Voy, bermasang ham bo'laverardi buni berganingdan ko'ra. Ketdik. Bitta tez ochish, yana bitta ketdi, nima bo'lsa bo'ldi. Qo'ying. Uzr akalar. Hozir bizda 9 balans bor yana. Lekin biz buni hozir bu yerda o'ynab o'tira olmaymiz. Afsuski. Tez ochib chiqib ketishimiz kerak. 9 balans yana bitta ochamizmi? Nima deysizlar? Yo'qmi deyman-da. Bermaydi, yoki bermaydi. Mayli, boshqa ilojimiz ham yo'q. Biz 9 balansimiz bo'lsa. Nimamizga anaqa qilyapmiz bilmayman. Ketdi, uni ochib qo'yaveramiz akalar. Hech nimaga tegmaymiz, prosta ochamiz.
Nimaga bu kichik xavfga tushib qolganiga men tushunmayapman akalar haligacha. Bermadi. 11 yaxshi. Oradagisi necha pul bo'lardi? Extended degan nima bor ekan? Extended bu yerda nechta bor? Ikkita bor ekan, ikkovidan bittasi короче. Hop, orqaga qaytamiz. Yuqori xavf ketdi bitta. Yaxshi narsalar bor bu yerda ham. 2 balansimiz bor hozircha. Hop, to'xta. Zo'r. 78 aka. Qani? Ha, 50 berdi. Normalni. Endi chiqamiz aka. Bitta berdi, bundan manga yediradi. Biz bu qolgan balansimizga KSga o'tamiz. Sirazi. KSga o'tib, nima uchirib olsak bo'ladi? Mana shu Marvel raqiblari degan keys bor ekan, bitta uchiramiz mana shu. 32 lik ekan, 20 balansimiz yonimizga qoladi hozircha. Voy, meta kimdir manaqa Fate degan skin chiryapti. U o'ta qimmat skinlardan bittasi. 140 mingmi tursa kerak. O'rtacha qilamiz. Yaxshi niyat bilan ochamiz, ketdik akalar. Yaxshi skinlar bor, bu yerda ham unaqa arzon emas. Tusi uchiradiganlar bor. Voy, bu kerak emas edi aka. Voy, yaxshi 43. Shi normalniy akalar. Yazilashib aytib qo'yaveraman. Qancha balans bo'ldi hozir bizda? 63. 63 ga nima olsak bo'ladi? Fabrika o'tamiz. 59 lik Makima degan keysi bor, o'shani ochib ko'rmoqchiman. Yaxshi. O'sha keysi qanday yaxshi ko'rdim. Chunki beradi deyapti bu keysda. Qani edi mana Makima. Yo Fushigi olsak ham bo'lardi yo. Makima, qani ketdik. Yaxshi narsalar bor. Shu bersa bo'ldi, faqat yaxshi narsalar borlikka bor. Voy, yo, va tushmay qo'ya olmaysan. Okay, 27 berdi bu. Ikkita qimmat narsani oldin o'tib ketib 22 pul berdi. Bu balansga nima qilamiz? Bu balansni ham tiqib tashlaymiz bir joyga. Hop, akalar, nima ochamiz? KSga o'tamiz. Sirazi. Yana bitta Marvel ochib o'rayman. Buni o'zidan ochaymi ekan Marvel. Marvel shuni o'zidan ochamiz akalar, arzonga tushadi. Tezda ochib chiqib ketishimiz kerak. Qani ketdi. Mana mumiya tushib qolsa jinni qilib qo'ysa kerak akalar. Shetda o'zi yig'laversam kerak. Yo, to'xta. Qimmatmi o'zi bu? Voy. O'tib ketsang ham rozi edim ekan bo'lmasa. Bilganimni. Davay, ketdik. Endi 2-2 dan sapyor o'ynaymiz hozircha. 2 bitta tikib ko'ramiz. Ketdi. Voy, boshidan yedim-ku akalar. Bu menga emas ekan bu. Bitta 10 likka ko'tarib olamiz. Shuni sirazi 10 tikib, 10 tikamizda betga 50 yozamiz. Bersa nomera deyin. Faqat berish kerak. Mana shu 50 likka bitta urib ko'ramiz. Davay. 18% ketdik akalar. Bersa yaxshi, bermasa endi bilmadim. Beradiganga ham o'xshayapti akalar, bermaydiganga ham o'xshayapti. Bermadi, ko'rdinglar. Endi bu ikki nima qilamiz? Ikkida yana sapyor o'ynaymiz-da. Bitta taktika bor, o'shani qilib ko'raman. Agar boshidan yeb qo'ymasam. Voy, nima bo'lmayapti? Yeb qo'ydik akalar boshidan. 0.87 nima qilamiz? Ishlatib tashlaymiz buni ham oxirigacha. Balansga o'tib turib yaqlamizda bu tomonga o'tib 0.87 2 ko'ramiz buni albatta. Chunki 2 ga yana minus o'ynashim kerak. Sapyor to'g'risi minus u. Boshqa o'yindan. Qani ketdik. Bersa bersin. Endi. Cho'zmasin o'yinni. Berdi, ko'rdinglar akalar. 2 ni 10 ga tikamiz endi. 2 ni 10 ga tikamiz. Bosh farqi yo'q. Masalan 20% bo'ladi 2 ni 10 ga tiksak. 2 ni 10 da 50 ga tikib, shuna qilamiz akalar. Davay, 10lik.
kuchaytirishga qo'shish. Qani ketdi. Buni yaxshi beradi. Bunda berish kerak, 10 ni berish kerak albatta. Mana berdi. 2 ni 10 ga ko'paytirgan berdi, ko'rdinglar. 10 ni 40 ga ko'paytiramiz mayli akalar. Bu 50 juda balandga o'xshayapti-da. 50 mingga yoqmayapti akalar, to'g'risi. Davay, nima bo'lsa bo'ldi. Sizlar nima deysizlar o'sha? 50 desanglar 50 da. Davay, ber. Qani, ketdi qani. Berish kerak, beradi bunda ham. Menimcha beradi bunda ham. Davay, nima qilma. Yo, bermadi akalar. Hop, balansimizni bir bol paslarni aylanib chiqamiz. Agar berib qolsa, bol pas bu narsa chiqib qolsa bol pasdan. Ko'ramiz, bo'lmasa, xafa bo'lish yo'q. Bol pasimiz 13.5 da turibdi hali ham. Bu keysini ochib bo'lganman-da. Demak, mana bonusga o'tib ko'ramiz. Biron nima bo'lsa, alishtirib olamiz bonuslar. Bonuslardan 10 bor ekan. Buni nima beradi endi? 10 ga bilmayman. Yarim. Mayli olib qo'yamiz buni. Xo'p, akalar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Kommentariyada IDlaringizni yozib qo'yinglar. 60 UC bitta g'olibga tashlayveramiz. Shunaqa qilib sog' salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar.